Assalomu alaykum, ko'pchilik hamon yaxshimi? Men Kanadadan Guli Maqsud. Hozir naq maydondan taqdim o'taman. Oldingi mazmunlarimga o'xshash Sharqiy Turkiston Cumhuriyetçiler Partisi, Kommunistlar Partisi, menki Abdubashirsin Acay deb yana davomli boshladim. Bugungi naq maydonimda qanday desanglar, eng oldi bilan boshlaydig'im shu Cumhuriyet Partisininki ichida fikr erkinligi bormi yo'qmi degandan bir boshlaydi. Ozroq qisqa bir minutlik so'zlaydi. Anandagi maxsus partiya a'zolariga kirgandan keyin shu qiladigan ishlari, bularning ichidagi ichki dushman izdishi, birinchi bo'lib qiladigan ishi shu ichimizdagi xoinlarni izlaymiz degandek gaplarni men ovozli o'tirib qo'yib bermoqchi. Undaq bo'lsa boshlab ketdim. Eng oldi bilan Cumhuriyet Partisining ichida fikr erkinligi bormi yo'qmi deganini so'zlab bo'lib, anandan keyin bular boshqa yerlarningki a'zolik pulini mazoq qiladi-ku. Shunga o'xshash men bularningki qanday ekanligini men o'tirib chiqib bularning o'zining ishlarini o'tirib qo'yay deb o'yladim. Fikr erkinligi haqida ma'lumotga gapini anglab beqinglar. Sharqiy Turkiston Cumhuriyetçiler Partisining ichidagi 4-madda 6. Bayonot e'lon qilish, tadbir belgilash, siyosiy harakat qo'llanish xarakterlik zo'r masalalarga faqat partiya yadrosida qaror chiqarish huquqli. Har qaysi tarmoqlar va tayanch partiya tashkilotlari bu haqda partiya yadrosiga taklif bersa bo'ladi. Lekin o'z oldiga qaror chiqarmasligi va o'z tashabbuslarini mutlaq sirtqa e'lon qilmasligi kerak. 4-madda 7. Partiyaning tarmoq va tayanch tashkiloti partiya yadrosining qarorini qat'iy ijro qilishi shart. Agar tarmoq tashkilotlar, tayanch tashkilot va partiya yadrosining qarorini o'zining amaliy ahvoliga uyg'un kelmaydi deb hisoblasa, o'zgartishni taklif qilsa bo'ladi. Agar partiya yadrosi aslidagi qarorni kuchga ega qilgan bo'lsa, tayanch va tarmoq tashkilot a'zolari uni mutlaq ijro qilishi hamda o'zining boshqacha fikridan mutlaq voz kechishi oshkor e'lon qilmasligi kerak. 5-madda o'zniki o'ylaganlarini oshkora bir yerlarda yozishga yo'l qo'ymamizlar. Sharqiy Turkiston Cumhuriyetçiler Partisi dastlabda o'tirg'i chiqib fidoylar ekranda shundoq so'zlagan chog'da men anglab naq maydonga telefon qildim-da, shu chog'dagi meniki birinchi so'ragan savolim nima desanglar, men shundoq navoda men partiyaga kirib qolsam, partiyaga qarshi fikrlarim bor bo'lsa, o'zimniki partiyasiga qarshi bayonot fikrlarni o'zim so'zlasam bo'lamdi degan chog'da o chog'larda shu rasmiy meni partiyaga kirgizman deb shu nima qilib yurgan chog'lar bo'lgandan keyin ekranda o'tirib fidoylar ekranda menga bergan javobida bir partiyaning ichida o'qituvchilar bo'lishi muhim deb bir muncha meni ancha-muncha maqtab qo'yib ashaq javob bergandi. Hozir mau Sharqiy Turkiston Cumhuriyetçiler Partisi nizomnomasidagi ovozli hujjatlarning ichidan mushu gaplarni anglab, u odamning fikr erkinligini naqadar cheklagani deb o'yladim. Bir hisobda to'g'ri tushundim. Mayli qandaqli partiya bo'lsin, shunda qiladigandu. Bu yo'lliq deb o'yladim, lekin bu qadar qattiq cheklashi, hatto sirtqimi o'zining o'ylaganinni yozmas degandek cheklamalarni qo'yganligi fikr erkinligini bahli cheklaydigansizlar. Bu partiyalar qanoningizni yaxshi o'ylashing deb men bir muncha siyosiy ideya, siyosiy xizmatlarni ishlab partiyaga kirgizman deb ben o'ylaganim YouTube chiqib shundoq so'zlar beradigan bo'lsam, tamam, amsa rasmiy boshladigansa, men birinchi bo'lib shu fikr erkinligi to'g'risida so'zlab qo'yganim, endi maxsus partiya a'zolariga kelaylik. Andan keyin sizlarniki ochib pullaringlar. Men buni 2 yil avval so'zlagan chog'da $1 million savdo deb so'zlagan. Shu YouTube kanalimga kirsanglar, videolar tizimligi deganni ochsanglar, maxsus Cumhuriyetçiler Partisiga atab tizib qo'ygan bir video tizimligi bor. Shuning ichidagi birinchisini alayda ko'rishinglarni alayda tavsiya qilaman yana qaytadan. Undaq bo'lsa, men Cumhuriyet Partisininki partiya a'zolariga o'tib ketaylik. Naq maydondan ko'rayotgan qarindoshlar bo'lsa, inkaslarni yozsanglar bo'ladi. Yoqtirgan bo'lsanglar, ustingda qarag'anni besib qo'yasizlar. Menga bek achchig'i vallah. Tanga qarag'anni besib qo'yinglar bir. Başlap ketdim. Sanıqlar aslidagi amaliy asosini kuchaytirdi. 3-bab partiya sorry. Ben anlagan chog'da tizildi deb anlagandim. Hozir normal suratga qo'yib sizlarga qo'yay. Bugungi videom sal uzunroq bo'lishi mumkin, yarim soatdan jiqroq bo'ldi. Tamam, normal suratda başladik.
tarbiya, təşviqat və partiya strategiyasida rolunu jari qıldırdı. Şərqi Türkistan Cumhuriyetçiler Partisi de fakat partiyanın ismili o'xshamaydi. Qolgan hamma nimasi Kommunist partiyaniki o'xshash qasamnomalarni tatib chiqib bir hammasi o'xshash. Malanim shu bo'yicha anglanglar. Partiyanın az sanlıqlar arasındaki ammevi asasını küçeytidu. 3. bab partiya əzaları. 8. madda partiyaga a'zo bo'lishning shartlari. 8. madda 1. Xalqaro kishilik huquq xitobnomasini e'tirof qiladigan Sharqiy Turkistonliklarning bu huquqqa erishishga, o'zining mustaqil vatanida yashash huquqi uchun vosita tanlamay kurash qilish haqqining borligiga chin dilidan qoyil bo'lgan. Partiyaning programmasi, tashkiliy intizomi va nizomnomasini e'tirof qiladigan kuchi, bilimi, vaqti va tajribasini Sharqiy Turkiston vosita tanlamay degan gaplarga yaxshi diqqat qilinglar. Har bir gapininki aqidchi bir ilib olgan yeri bor bularniki. Bütün mijoz xarakteringlardan tatib o'zgartib yetadi. Og'inlaringlardan voz kechgizib yetadi bu partiya. Cumhuriyet Partiyasının nişanları üçün sarf qilishni xohlaydigan, vaqt qarorida a'zolik badali topshirishni burchim deb biladigan, yoshi 18 ga to'lganlar davlat tavalliki, irqiy, jinsiy, e'tiqodiy qandoq bo'lishidan qat'iy nazar Sharqiy Turkiston Cumhuriyet Partiyasiga kirishni iltimos qilsa bo'ladi. 8. madda 2. 14 yoshdan yuqori 18 yoshga to'shmagan o'smirlar partiya a'zosi bo'lishni xohlasa, joylarda partiyaning iz bosar o'smirlar qanoti bo'lgan izchila tashkilotini qursa, qatnashsa, taraqqiy qildirsa bo'ladi. Partiya a'zolari izchila tashkilotining xizmatiga yordamlashishi kerak. 8. madda 3. Mush yerda qisqa to'xtab qo'yib turay. Izchilo tashkiloti degan hali aniq ochiq oshkora mayda 18 yoshdan tuvan 14 yoshdan yuqori bo'lgan o'smirlarimizni partiya asos qilamiz deydi. U navoda kerak. Ashu sizlarniki bolalarlar o'qiyotgan ona til maktabda Ana til maktablarda partiya a'zosi bo'lib qolsa, kelgusi avlodlaringlarmi chatoq siyosiy o'rganishlar kirgizib qolsa, shundoq vatanimizda qanday qiladi desanglar, shu kichikgina bolalarga, hatto kichikgina shu yaslidagi bolalarga ay jungo deb o'rgatadi-ku. Shunga o'xshash ana til maktablarimizmi xatar ichida, shunga ko'pchilikni butun dunyodagi hamma joylardagi ana til maktablari bolalaringlarniki izchilo tashkilotga qo'shilib, ana o'xshash siyosiy o'rganishlarni qilib, men oldingi videolarımda degandek alayda ehtiyot qilishinglarni, yoshlarga bir ko'ngil qo'yishinglarni, farzandlaringlar uchun men bu yerda o'tirib anglab ketib borman. Bolalarimiz normal bir balalik hayotini yaşasın, o'smirlar normal o'smir hayotini yaşasın. Shunga mayda alayda askartishim, alayda ogohlantirishim, bo'lsa malla ogohlantirish emas, boshqa faoliyatchilarmi sizlardan o'tindig'im, ish bo'lmaganda shu so'zlaganlarimni bir iyalarda Facebook'larda uçuk aşkar hem bahlemesanglarmı o'zinglarniki tunuşlarga ayrım yetkizib qo'ysanglarmı şu videolarımni. Deb muajiratdagi Uyg'urlarimizning qanchalik xatar ichida ekanligini, mushu Cumhuriyetçiler Partisi degan kommunistlarniki chet elda biz Uyg'urlar qurib bergan bu partiyasi orqali qanchalik bizga ziyonkashlik qilayotganligini men so'zlayapman. Siyosiy o'rganishni anglashni davomlashtirdik. Xatarlik tarmoqlari uchun ishlayotgan Cumhuriyet Partiyasi istixbarotining tekshirishidan o'tolmaganlar partiyaga qabul qilinmaydi. 9. madda a'zolik iltimosi. 9. madda 1. Yuqorqi a'zolik shartlariga uyg'un bo'lganlar partiyaga kirishga iltimos qilsa bo'ladi. 9. madda 2. Sharqiy Turkiston Cumhuriyet Partiyasi tayanch tashkilotlari a'zolik iltimosini qabul qilgan kundan boshlab 30 kun ichida iltimosni muzokara qilib, qabul bo'lgan bo'lmaganligini bildirishi kerak. 9. madda 3. A'zolar tarmoq tashkilot va partiya yadrosining tasdiqidan o'tgan va kandidatlik muddatida sinalgandan keyin ondan rasmiy partiya a'zosi bo'ladi. 9. madda 4. A'zolik iltimosi rad qilinganlar boshqacha fikrda bo'lsa, partiya yadrosiga bevosita norozilik arzi so'zi bo'ladi. Norozilik arzining javobi eng kechikkanda 30 kunda berilishi kerak. 9. madda 5. Alayda ahvolda partiya yadrosi va tayanch tarmoq partiya guruhlari partiyaga bevosita a'zo qabul qilsa bo'ladi. 10. madda partiya xavfsizligi. 10. madda 1. Partiyaga a'zo qabul qilishda bexatarlikni oldingi o'ringa qo'yish, tarmoq tashkilot muzokarasidan o'tkazish, ayrim qabul qilish prinsipida chang turish, alayda vazifaga tayinlanish ehtimoli bo'lgan fidoyilarni partiya maxfiyatligidan xabardor qilmaslik, a'zolar o'ziga munosabatsiz partiya maxfiyatligini surishtirib
qilmaslik shart. 10 modda 2. Tonuşturğucular iltimas qilguvchining ideyasi, axloqiy va tarixini astoydil egilishi, uningga partiya nizomnomasini tushundirishi, partiya a'zolarining sharti, majburiyati va huquqini ochiq aytishi hamda tekshirish natijasini partiya tashkilotiga mas'uliyatchanlik bilan ma'lum qilishi kerak. 10 modda 3. Partiya istixborot bo'limi a'zolarining partiyaga kirish iltimosini topshirib olgandan keyin tafsiliy fikr elishga ahamiyat berishi yanada ilgarilab partiya istixborot xodimlari deb ba'zi men partiya bo'lman deb o'zining kandidatlik ko'rsatsa qanday qiladi desanglar shu uchun oila kelib chiqishini nerda qanday yashaydiganligi uydagilar okular ota onalari nima ish qildi kimning bolasi degandagilarni tekshiradi. tushunib samimiy to'xtab berish kerak. 10 modda 4. Partiya a'zolari tashviqotda ko'rinmaslikni yoki maxfiy a'zo bo'lishni xohlasa, bularni alayda xodimlardan boshqalar bilmasimi, partiya tashkiliy yig'inlarga qatnashmasimi bo'ladi. Ammo boshqa huquq majburiyatlarga o'xshash rioya qiladi. 10 modda 5. Partiya a'zolari partiyaning moliya doklati va boshqa mas'uliyatini surishti qilish jarayonida partiya obrazini qo'g'dashga, partiya maxfiyatligini saqlashga ahamiyat berish kerak. 11 modda partiyaga kirish qasmi. Kandidat partiya a'zosi rasmiy partiya a'zosi bo'lish uchun 3 dan ortiq a'zo qatnashgan partiya yig'inida Sharqiy Turkiston bayrog'i oldida turib qasam berishi shart. Qasamnomi mundaq: Bismillahirrohmanirrohim. Men Sharqiy Turkiston mustaqilligiga tuhfa qo'shish uchun Sharqiy Turkiston Cumhuriyet partiyasiga o'z ixtiyorim bilan kirdim. Bugundan boshlab partiya programmasini himoya qilaman. Partiya intizomiga qattiq rioya qilaman. Partiya a'zolarining majburiyatini ado qilaman. Xitoychisini qo'yib beraymi ya? Uni maqsadsa shu mazmunlarning hammasini xitoychisini deb partiya qarorlarini ijro qilaman. Partiya maxfiyatligini saqlayman. Partiyaga sodiq bo'laman. Sharqiy Turkiston uchun umrvoyat kurash qilaman. Hech qachon voz kechmayman. Barliqimni qurbon qilishga har vaqt tayyorman. Sharqiy Turkiston mustaqilligiga, Sharqiy Turkiston Cumhuriyet partiyasiga mangu osiylik qilmayman. 12 modda ma'naviyatimizdagi bash dushman. Sharqiy Turkiston Cumhuriyet partiyasi ma'naviyatimizdagi bash dushman deb mushaga yaxshi diqqat qilinglar. Davatgan gaplariga qaranglar. Partiyaga kirsanglar mushunda. Partiyasi bizning uzun mezgillik tashkilsiz hayotimiz, tashkilotlarimizning siyosiy unumsizlik ostidagi ost taraqqiyoti, siyosiy xarakterimizning xunuklaşib ketishi qatorliq navbatdagi ahvolimizdan qaraganda, bizga asosli kelayotgan xatarning tashqi dushmandan bakrak o'z xarakterimizdagi kamchilik va bo'shanliqlardan kelayotganligini ko'zda tutib, ma'naviyatimizdagi bash dushman qarashini turg'izdi. Shaxsiyatimizdan g'alaba qila olmay turib, hargizmi vatan mustaqilligining dushmanlari ustidan g'alaba qila olmaydiganligimizni cho'nqur tunish uchun bash dushman qarashini qalbimizga mustahkam o'rnatishga va amaliyatimizni isbotlashga da'vat qilamiz. Amaliyatimizni isbotlashga da'vat qilamiz deb. Amaliyatda nima bo'ldi? Amaliyatda isbotlash mana shundoq o'z ichimizdagi Ay, bu sizlarninkichu shundoq mukammal tuzilib Kommunist partiyaniki o'xshashchu endi amaliyat tuzilmiz deb o'sha amaliyatni ijro qilish qanday bo'ladi? Shu Facebooklarga chiqib bosh to'xtamay ayblaydi boshqa tashkilotlarni. Hatto partiyaga kirishdan ilgarichi unda paranglashsanglar birinchi qatimliq parangdilar shu qildigan ishi bularniki shu qurultayni so'kib berish. Shu da'vogarlarni shu 70 yildan beri ishning qilmadi degan gaplarini shu nimada so'zlaydi-ku, shu ekranlarga chiqib so'zlaydi-ku. Birinchi bo'lib qildigan ishinglar sizlarga bir o'shmanlik urug'ini yuraginglarga soladi. Hammasiga sho'p ketsizlar. Hozirgi shu amaliy ish qilayotgan tashkilotlarimizgacha birinchi bo'lib qildigan ish shularga o'sh bo'lish. O'zigidan shundoq mushu rostgan deb ham kallasini sevdi-da. Sevayotgandan keyin rasmiy ijro qilishni boshlaydi. Facebooklarda tillashga boshlaydi. Ma'naviyatimizdagi bash dushman deb shu birinchisi kirgandan keyin qildigan ishinglar shundoq. O'ylab beqanlar bu qanchalik ziyonli bizga muhojiratdagi Uyg'urlar xatar ichida Sharqiy Turkiston Cumhuriyetchilar partiyasi degan bu Xitoy kommunistlarininki muhojiratda Uyg'urlarning tashkilotlarini yetim qoldirish uchun qurib bergan bir shundoq bir partiya. Shuniki gaplarini anglab olamsizlar. O'sha gaplarni anglablar, ha, rost shundoq ekan, bu amaliyatim shundoq ekan, bu deb amaliyatda ko'zinglar ko'rmayotgandi.
Ben o qurultayning ichida emas. Men shundoq shu o'ylaganimni so'zlayverdigandan keyin balkim qurultaymi meningdan cho'chimdi ya. Bilmadim ish qilib bundoq men bir tashkilotga a'zo emas o'zligimdan so'zlayapman. Tushuninglar. Bir tushunsin sizlarmi buni aynan o'ziniki ovozini anglab bir tushunib ketinglar. Partiyaga kirsanglar shundoq bo'lib ketsizlar bak ziyonliq muhojiratga ilib kelgan ziyonlar bakchiq. Ilgari Xitoylar boshqa har qanday boshqa shu Tongshanxuy bu bir amallar bilan shu parchalab Uyg'urlarni parchalab maqsadiga yetishlik usullari burunlarni yetib bo'lmay hozir mana shunday usullar partiyalarni qurib tashkilotlarimizni yolg'iz qoldirib bak buzg'unchilik qilib ketib boradi. Cuma günü so'zladim ma, tuni o'lish kuni so'zlagandagi videodim shu aynan osh gaplarni yana takrorlab soldim o'zra. Davomli qanlayli hamsa ma'naviyatimizdagi 5 dushman deb o'zimizni dushman qilmayli. 12. madda 1. Düşmanımız müstakil devletimizden bo'lishini hayotimizdan, barliqimizdan üstün bilmaganligimizdir. Vatanni unutgan bir kun, imonsiz o'tgan bir kundir. Kishilik huquq va so'z erkinligi dabdabalik so'zlar bilan har kun o'ylaymiz, vatanni o'ylaymiz, vatanning mustaqilligini o'ylaymiz, vatandagi chiqayotgan videolarni ko'ramiz har kuni. Ularni o'ylamagan bir kun, imonsiz o'tgan bir kun deb. Bu gaplar to'g'ri, haqiqatan to'g'ri. Ammo men qilayotgan ishinglar nima? Men fikr erkinligi deb hozir unutgan bir kun, imonsiz o'tgan bir kundir. Kishilik huquq va so'z erkinligi kapolatga ega bo'lgan mustaqil Türkistan Cumhuriyeti kuruş bizning yashash qimmatimizdir. Bir kun hayot tursak, bir kun vatanning g'amini o'z g'amimiz deb bilamiz. 12. madda 2. Düşmanımız shaxsiyatchilikdir. Shaxsiyatimizdan voz kechib, o'z qasmimizga rioya qilish, o'z iymonimizga rioya qilishdir. Birlashish bizning iyoniy, vijdoniy, aqliy va imkoniy tanlashimizdir. Biz vatanning ozodligi uchun Sharqiy Turkiston Cumhuriyet Partiyasining qurultayga qarshi ammo birlashib oldinglar-ku, ma birlashishinglar sizlarniki undaq nima deymiz? Ish qilib sizlarniki deyotgan bu birlish bilan amaliyotda mayadagi jamoatlarni parchalashinglar, qilayotgan ishlaringlar-chi, ma nizomnomdagi degan gaplaringlar-chi, amaliyot bilan qat'iy uyg'un emas sizlarniki. Nizomnomasizni e'tirof qiladigan, birlashgili bo'ladigan barliq ichki tashqi kuchlar bilan birlashib, mustaqil Sharqiy Turkiston Cumhuriyetini asliga keltirish uchun vosita tanlamay amaliy harakat qo'llanamiz va zarur tayyorlik xizmatlarini jiddiy ishlaymiz. 12. madda 3. Düşmanımız chechelang'olikdir. Kuch birlik bilan, birlik tuzum va tashkilchanlik bilan ifodasini topadi. Biz har qanday ahvolda tashkiliy tuzumga, partiya qaroriga mutlaq bo'ysunamiz. Vatan ozodligining birliksiz, intizomsiz, plansiz barliqi kelmaydiganligini tonish bilan birga nom-shuhrat, shaxsiy g'urur va iqtisodiy shaxsiyatimizni ikkinchi o'ringa qo'yib, vatan ozodligi uchun shahid bo'lgan ajdodlarimiz uchun xolis fidokor izchillardan bo'lamiz. Bir kunnimi izsiz o'tkazmaslikka tirishchanlik ko'rsatamiz. 12. madda yaxshi iz qoldiringlar, hey bundaq bu xalqning o'ylargacha buzishga urinib xalqning xutunlarga telefon qilib bunaqa qilsanglar. Jamoatimiz mana undaq birlashimiz degandan keyin birlikda faoliyat qilaylik, birlikda bekor gap qilayotgan ishlaringlar. Amaliyotda degan gap. 4. Düşmanımız acizlik. Her birimiz qo'limizdan keladigan tirishchanlik bilan vatanning ozodligi yo'lida tuhfa qo'shag'idek bir iqtidorni hozirlash, o'zimizni aqliy iqtidor, iqtisodiy jihatda kuchlantirish uchun tirishimiz. Partiya bekitgan kundalik, oylik o'rganish vazifalarimizga amal qilib, o'z iqtidorimizni kuchaytirish bizga farzdir. 12. madda 5. Düşmanımız voz kechishdir. Voz kechish e'tiqodimiz va g'oyamizga qilingan sotqinlikdir. Har qanday ahvolda mustaqillik uchun tashkillik harakat qo'llanishdan, kurash yo'limizdan, partiyadan, qasimimizdan voz kechmaymiz. 13. Qasimimizdan voz kechmaymiz. O'sha degan to'xtab qo'yib biroz so'zlab qo'yay. Men burun partiyaga kirganda hozir partiya a'zosi emas degan gaplarga bak ishonib ketmanglar. Voy men u partiyadan chiqib ketdim degan gaplarga ishonmanglar.
Ular qandaq desanglar shu eng asosliq shu g'olliq odamlar shu boshqa tashkilotlardan vazifa olmoqchi bo'lgan, ishga kirib casus şekilde işlemoqchi bo'lgan, Uyg'urni Uyg'urga casus qilganlar shunda men burun partiya a'zosidan hozir emas deb. Allah turibdi, og'zim maymoq kessin yag'an aytgan bo'lsam, deydigandek, buningdek Allohning nomini tilga elib turibmi, bunda qasam ishganlarga bir yanala ehtiyot bilan muomala qilinglar. Yanala partiya a'zosi, hatto eng g'olliq shu partiya yadrosidagi odam bo'lishi mumkin. Ogohlantirishim. Madda kandidat a'zo va partiyadan ayrilish. 13. madda 1. Partiya a'zolari iltimos qabul qilingan kundan boshlab kandidat partiya a'zosi bo'lib hisoblanadi. Navbatdagi jiddiy vaziyatga asosan kandidatlik muddati 30 kun bo'ladi. Partiya tashkiloti kandidat partiya a'zolarini ixlos bilan tekshirishi va tarbiyalashi lozim. 13. madda 2. Kandidat partiya a'zosining partiya yig'inida ovoz berish, saylash va saylanish huquqidan boshqa huquq majburiyati rasmiy partiya a'zosi bilan o'xshash. 13. madda 3. Tayanch partiya tashkiloti partiya a'zoligiga iltimos topshirib olgandan keyin vaqtida muzokara qilib rasmiy a'zolikka o'tkazish qarorini chiqaradi. Kandidatlik bekitilgandan keyin davomli tekshirish va tarbiyalashga to'g'ri kelganlarining kandidatlik muddati uzartilsa bo'ladi. Davomli tekshirish deb nimalarni tekshiraydi? Facebook'umda Cumhuriyet Partisi'ye qolumdumu, kurultayga, başka teşkilatlarga karşı turmudumu, kimning balası, nima ish qiladi, nima turadi degandeklarni hammasini shundoq shu bular shu. Lekin uzartilgan vaqt 3 oydan ishib ketmasligi kerak. 3 oygacha. Amaliyotda bularning kimchi hech kimni qo'yib etkisi yo'q. 13. Hammasini partiya a'zosi qilib olmoqchi. Partiya a'zosi qilib qanday bo'ladi? Pul kirib turadi. Shundoq bir tashkiliy sistemimizni barpo qilamiz, qurilma nima qilamiz deb yuribchi, qaranglar. Shundoq siyosiy o'rganishlarning ichidagi gaplar, shu shundoq siyosiy o'rganishlar, shundoq bullshitlarni anglab yurgandan ko'ra Twitterga chiqib, shu to'xtamay Uyg'urlar haqida chiqayotgan bir narsalarni ham bilsanglar, ovoz chiqarsanglar, shu yaxshi usul emasmi deyay. Madda 4. Kandidatlar ichida partiya a'zolik majburiyatlarini ado qilmagan, hamkorlashish iqtidori va sapasi siyosiy xizmatga mos kelmagan, ommaviy munosabatda passiv obrazi bo'lganlar kandidat partiya a'zolik layoqatidan qoldirildi. Kandidatlik muddatining turg'izilishi, uzartilishi va yoki kandidat partiya a'zolik layoqatidan qoldirilishi partiya tarmoq a'zolari yig'inining muzokara qilib ma'qullashidan va tayanch partiya a'zolarining tasdiqidan o'tkazilishi kerak. 13. madda 5. Kandidat partiya a'zosining kandidatlik muddati partiya tarmoq a'zolar yig'ini uni kandidat a'zolikka ma'qullagan kundan boshlab hisoblanadi. Partiya a'zosining partiya staji kandidatlik muddatini o'z ichiga oladi. 13. madda 6. A'zolar o'lim, yozma, istifa, boshqa Sharqiy Turkiston partiyalariga a'zo bo'lish, partiyadan chekindirilish qatorliq shartlar bilan Sharqiy Turkiston Cumhuriyet partiyasidan chekinadi. E'lon qilish qilmaslikni partiya yadrosi bekitadi. 13. madda 7. Partiya a'zosi yuqorqi sabablarning biri bilan partiyadan ayriladi. Partiyadan chekinib chiqsa, e'lon qilish qilmaslikni partiya bekitadi deb boshqa bir yerlardan chiqib ketsa, bo'lishiga shundoq tashviq qilib ketsizlar. Palonchi qurultaydan chiqib ketdi, yana palonchi xonim qurultaydan chiqib ketdi. Oy deb tashviq qilasizlar, o'zinglarniki maoshi kelgan chog'da ana jim-jim ish qilamsizlar. Ko'pchilikningki kanalimga abone bo'lib, qo'ng'iroqni ochib qo'yishini umid qilaman. Men mushu to'g'riliq, ya'ni partiyaninki qo'g'landa bo'lgandagi shu amaliy shu materiallarni sizlarga aniq ko'rsatib qo'ymoqchi. Bu materialni o'zi Najmiddin Sherif o'zi menga ta'minlagan. Navoda kerak men bu partiyaga kirib qolgan bo'lsam, men qo'g'landa bo'lib, shundoq qo'g'landi uqtirishni topshirib olarkanman. Ashlarni hammasini sizlarga ochiq oshkora aynan nima qilmoqchi. Shu xonim bilan bir izlab tepib, shu Yaponiyadagi partiyadan qo'g'landa bo'lgan xonim bilan bir so'zlashib baxmoqchi edim. Shuni necha kundagi, kelar haftadagi har kuni o'xshash vaqtda men ko'pchilik shunlashqa kanalimga abone bo'lib, qo'ng'iroqni ochib qo'yishinglarni
naq maydon inkos yozgan chog'da faqat abon bo'lganlar abon bo'lib 5 minutdan keyin anandan keyin inkos yoza oladi moyaga. Shunga davomli kirib inkos yozaveringlar. Shu YouTube'ning shundoq bir tanishadigan YouTube'chilar klubi ham baharlab qo'yganda shu yangi chiqayotgan shu iqtidorlari degandek ishqilib foydali bir narsa bo'lsa ham baharlayman. Bu Cumhuriyetçiler Partiyasininki muhojiratga Uyg'urlar to'piga kelayotgan ziyonlari haqida davomli so'zlayotganlarimdan shundoq bunu so'zlayman. Bunu Uyg'urlarimizga foydali anlash kerak, bilish kerak, tushunish kerak. Partiyaniki ishki gaplarni hammasini tushunishinglar kerak. Mushlarniki o'zim bir partiyaniki maxfiyatdagi bularning faqat partiya a'zosi bo'lsa, anandan keyin bilalaydi. Partiya a'zosi odatdagi partiya a'zolari emas, o'sha yig'inning ichidagi bor. Qandoq desanglar, bular menga nerdan keldi deymamsizlar. Men YouTube'da 3000 dan ortiq abonentim bor. Twitter'da agashkichilarim bor, Facebook'da agashkichilarim bor. Bu yerdan xatlar keladi. Men 2 yil avval so'zlagan chog'da Instagram'dan mana shunday xatlar kelgan. Sizniki videolaringizni ko'rdim, men hozir pushaymon qilyapman deb boshlaq degan. Partiya a'zolarining ichida kirib bo'lib qandoqligini tushungan, pushaymon qilganlar bor. Siyosiy o'rganishning ichidagi gaplarmi bor. U meni boshchiqlab qolmanglar deb qo'y partiyadagilar. Atlikka yakshanba o'xshash vaqtda yana bir soat atrofida erkin suhbat qiladigan bir programmam bo'lmoqchi. Partiya a'zolarining inkaslarini birdan o'qib, partiyaga kirsanglar mana shunday bo'lib ketsizlar degandek mazmunda bir yana nim qilmoqchi. Shunga YouTube kanalimga alayda abon bo'lishinglarni alayda tavsiya qilaman qayta. Ko'pchilikka rahmat. Foydali bir narsalar bo'lsa davomli nim qilib turman. Bugünkisi bizda partiya a'zolariniki pul qismiga tek kamidoq siyosiy o'rganishni davomlashtiraylik. Kommunist partiyasiniki chet elda qurib bergan partiyaniki nizomlanmalarini anglana. Qilganda o'zi tava guruhining muzokarasidan o'tgandan keyin ro'yxatdan o'chirilganligi boshqa a'zolarga javobgarlanishi hamda partiya yadrosiga ma'lum qilinishi kerak. 14-modda a'zolik huquqi. Partiya a'zolari ma'lum qilishi kerak deb. Shu o'zinglar turish shuchu atrofinglarda bo'layotgan o'zinglar turishliq joydagi o'zinglarga aralashadigan odamlar bor. Bu ashlarning o'zaro deyishgan gaplarini nima partiyaga ma'lum qilib turibsizlar. Najmiddin Sharif o'zi deb bergan gap mana partiya Sharqiy Turkiston Cumhuriyetçiler Partiyasining Kanadadagi muhim bir a'zosi bor. İsmim demay bo'ldi. Shu xonim davomli Sharqiy Turkiston jamiyati cho'ng bir guruhimiz bor. Shu guruhning ichidagi ovozli uchurlarni Najmiddinga yetkazdigan. Har bir davlatda shunday partiya a'zosi bo'lsam-chi qaranglar, atrofinglardagilarni ashuna deyishgan gaplarni, bo'layotgan ishlarni hammasini partiyaga ma'lum qilib turdi. Ashuna majburiyat va ularniki. Hatto xo'shallik bilan nim qildi. Ya bu muhojiratda biz odam oz bo'lgandan keyin shunday munosabat bu mulohazamni keyin qilay. Ogohlantirishim shu, agar partiya a'zosi bo'lsa, shu guruhga, shu to'pning ichida partiyaning josuslari bor. Güvenlik hukuklardan bahramand bo'ladi. 14-modda 1. Bir darajadagi partiyaning munosabatlik yig'inlariga qatnashadi. Partiyaning u darajasidagi munosabatlik hujjatlarini ko'radi. Partiyaning siyosiy yetakchiligidan bahramand bo'ladi. 14-modda 2. Partiyaning qaror va xizmatlariga taklif beradi va muhokamalarga qatnashadi. Partiyaning ko'p sonli ovoz bilan ma'qullangan qaror siyosatiga boshqacha fikri bo'lsa, qaror va siyosatni qat'iy ijro qilish sharti ostida o'z fikrida qoladiganligini bildirsa bo'ladi. Hamda o'z fikrini partiya yadrosiga qadar sunsa, maxfiyatlik doirasida bo'lmagan so'z harakatlarga tushuncha berishni talab qilsa bo'ladi. 14-modda 3. Partiya yig'inlarida partiyaning har qanday tashkilotini va har qanday a'zosini partiya ko'rsatib tanqid qiladi. Partiyaning har qanday tashkiloti va a'zosining partiya intizomiga xilof ishlarini javobgarlik bilan fosh qiladi, oshkorlaydi, jazolashni talab
talep qiladi. Xizmatning höddəsidən çıxalmagan partiya a'zolarini vazifasidan qoldirish yoki almashtirishni talab qiladi. 14 madda 4. Partiya yig'inlarida ovoz berish huquqi, saylanish huquqidan bahramand bo'ladi. 14 madda 5. Partiya yig'ini partiya a'zolariga intizom jazosi berishni muzokara qilib qarordan o'tkazish yoki ularni baholash vaqtida partiya a'zosi o'zi qatnashishga Ben sizlerge ilgili deydimu, ben partiye kandidat azastım, vatandaki çağda degendim. Okutukçu bağa vaxtıda adette Komünist Partisininki kandidat azalıqniki vaxtı bir yıl. Şarkı Türkistan Cumhuriyetçiler Partisininki bir ayken kandidat vaxtı. Vatanda bir yıl. Andan keyin aşı bir yıl jarayonida şu partiya kandidat a'zosi bo'lib, andan keyin meniki vaqtim to'shgan chog'da iltimos yozsangiz bo'ldi degan chog'da shu hamma qil deb keyniga surib Kanadaga chiqib ketgandim. Xizmatimni tashlab. Mayedagi hozir jazo tadbirlari bu degandeklarchu, shu maktabninki har haftaning 3 va 4 kunlari tushdan keyin o'tkazilgan siyosiy o'rganish yig'inlaridagi bilan o'xshash. Ashuna o'xshash qurilmasi-chu, partiyaniki qurilmasi Xitoy Komünist Partiyasiniki qurilmasi bilan o'xshash. Men davomli anglanglar. Ve özünü aklashga huquqli. Partiyaning boshqa a'zolari uningga guvohlik bersa va uni ahlisi bo'ladi. 15 madda partiya a'zolarining majburiyati. 15 madda 1. Sharqiy Turkiston Cumhuriyet Partiyasining a'zolari a'zolik iltimosi sungan kundan boshlab o'zining barliq siyosiy maxfiyatligini partiyaga topshiradi. Shundaqla partiyaning asosiy nizomnomasi siyosiy maxfiyatligining a'zolari a'zolik iltimosi sungan kundan boshlab o'zining barliq siyosiy maxfiyatligini partiyaga topshiradi. Shundaqla partiyaning asosiy nizomnomasiga xilof boshqa tashkilotlar bilan bo'lgan munosabatini uzadi. Partiyaning nizomnomasiga xilof bo'lgan boshqa tashkilotlarningki hammasi har bir partiya, har bir tashkilot hammasiniki degan nizomnomasi bor, o'zimniki o'xshamaydi degan gap, boshqa tashkilotlar bilan hammasi bilan munosabatni uzil degan gap bilan davomda. O'sha bo'lganiki yetim qoldirish siyosati shu. Tekrar isbotlab, tekrar deb beryapman sizlarga. Partiyaga kirsanglar, Xitoyninki maqsadini amalga oshirish jarayonidagi to'p qo'shgan bo'lasizlar. 15 madda 2. Partiya intizomiga, mavjudligiga, siyosiy qoidasiga aniq rioya qiladi. Partiya yadrosining o'rinlashtirishiga aktiv bo'ysunadi. Partiyaning tashkiliy faoliyatlariga qatnashadi. Har qachon qasmini yodda tutib, partiya nazoratini qabul qiladi. 15. Mashina bir-biringlarni nazorat qilib o'tkazinglar. Vatandagi dodi shu deydigilar bir-birini nazorat qilib, fosh qilib yuriydi-ku. O mukofotlaydigan ishlar bor taqa. Vatanda bir kimning uyiga bir kim mehmon kelsa, bir yezni mehmon kelsa, shu uchun yetkazib bash qo'y mukofot beradi-ku. Ashunga o'xshash ma partiyaning ichida jazolash ham mukofotlash bir narsalar bor ekan anglab beringlar. 3. madda 3. Partiya maxfiyatligini, a'zolarining bexatarligini qattiq saqlaydi. 15 madda 4. Partiyaning birligini, partiya obrazini qo'g'daydi. Partiyaga sodiq, samimiy bo'lib, so'z harakatda birdek bo'ladi. Barliq ayrimchilikqa, o'zinglar birdek Hepçilikka ve yurtvazlık, guruhvazlık hareketleriga qat'iy qarshi turdi. Ko'rinishda amal qilgan bo'lib, astirdan xiloflik qiladigan ikki yuzlamachilik qilmishlarga qarshi turdi. Pasiflik, mustabidlik, shaxsiyatchilikdan ogoh bo'ladi. 15 madda 5. Partiya a'zolari har oyning dastlabki 10 kuni ichida oshkor a'zolar 10 yevro, maxfiy a'zolar 20 yevro, har oylik partiya a'zolik bedelini partiya moliyasiga yetkazib berishi kerak. Temisi müşahede çıktı buna. Videomdaki temisi. Şu $5 pulunla davet ettiğinler bu kadar iş bu. Ben bunu birden doktor koyup özüm sözleyeyim. Birinci katımlık, 2 yıl avvalki birinci katımlık videomdaki temisi bir partiyadan qutulup yana bir partiyaga tutuldu deydigan bir videom var. Aslında ben partiyalarni seliştirgan misal elip Kanadada 5 partiya bor. 5 partiyaniki shu to'rbatga kirib, mundaq qildi. Bu yerda nada undaq qasam berdigan ishlar, undaq emas, mundaq. Har bir partiyaniki yillik badal puli $5 bo'ladi. Bu sizlarniki bu partiya nimandaqchi degan, bu partiyaning ichidagi maxfiy hujjatlar bularni olgandan keyin, ularniki siyosiy o'rganishning ichidagi gaplarni olgandan keyin
Oy, 10 euro, 20 euro. Onundan sırt bir adam bir nechisinikini to'lisi bo'ladi ekan taxi. Pul va deydi da. Shuncha o'g'lon million dollar pul topgan bolalaringni boqsang bo'lmamdi deb qo'ymaydi. Millatning puli bu degan deb yo'g'on chiroyli qismlarni qo'yib oladi ekan taxi. Üç xotin bolalarınızı baksanızcı. iqtisodiy va fidokorlikda yaxshi Özünün tapqan bolalarına pul berishni xolamaydigan a'zolar bir necha a'zoning badal haqqini ustiga olsa-mu, xohlagan miqdorda Eronning qismi bo'ladi. Turkiya va O'rta Osiyodagi bu yerdagi partiyalarda bir odamning partiya a'zo pulini to'lab berdi degan gap. a'zolar oylik maoshining 1%ni a'zolik badali qilib to'lash shaklini iltimos qilsa bo'ladi. 15-modda 6. Partiya a'zosi partiya tashkiloti Xalqni yulib oldi ekansizlar, partiya a'zosi qildim deb. Ularniki kallasini yuyib shundan bütün nimasini shu partiyaga kirgizman deb. Ilgari anlagan bir videomda qanday deysanglar, u ochiq oshkora qasam berib kirgan bir inimiz bor-ku, Shadman Mahmud deb. Shu mening rasmimni, videosini shu o'ziniki YouTube kanalida mana mening rasmimni chiqarib qo'yib 1,5 soat atrofida tilgan bir videosi bor. Tilgan emas, hamda so'zlabdi. Arsida tilgan deb o'ylasam bo'ladi shu. 40 yoshga kiribsa, ha, degandek gaplarni qilib ekan. Bir odam yana bir odamga nim qilish, bir inkos bildirish. Ashundaqmi bo'landi, partiyaga kirsa bir obdan bolalarni shundaqmi o'zgartirib o'tadigandu deb o'ylab ketgandim. Shu bolaniki videosida mana shundaq men berman, ayolimmi berdi bu partiyaga pulni deb. Ashundaq o'zniki bu partiyaga kirsanglar qanaqa qiladi ekan desanglar, shu o'zligidan hamma narsalarni shu partiyaga bag'is etadi ekanda. Ama bulançılık desa, onun qamlaşmaydı. Özü xalab beri tutduğun desa. Lekin aşı müştaha kalısın, aşına yüş nim qılıb turupçu. Hazır mana Türkiye'dekilerninki maaşı 1% hesaplandı ekan. Yani özü xalab bəsi buludu ekan degandek gaplar. Usta so degan $1 milyon soda degan faqat planlarniki faqat birsi deb so'zlagandim. Çoğun yalğançılıq deb bir videom bor. Cumhuriyet Partiyasi haqida so'zlagan bir videolar. Shuni bir anglab. Vakolatan e'lon qilmoqchi bo'lgan muhim tashabbus partiya tashkiloti belgilagan doiradan chiqib ketadigan bo'lsa, uni o'zi turishliq partiya tashkilotining muzokara qilib bekitishiga sunishi yoki yuqori darajali partiya tashkilotidan yo'l yo'riq so'rashi shart. 15-modda 7. Partiya a'zolari vazifasining Biz erkin dunyoga chiqib erkin yashaymiz degan odam sizlar erkinlik chiqilibmi o'zinglar mashina bo'g'ib qo'yamsizlar. Men bu ilgari so'zlagan videomda qapoq bor-ku, barandiki qapoq. Qapoqni uzib birsiga baganga o'xshash o'zinglarning mashki mursidiki men kalonlar deydiysini shunaqlam najmdanga tutqazib qo'yibsizlar deb so'zlagandim. Hamma nimasini partiyadan yo'l yo'riq so'raydi, partiya mas'ul so'raydi, partiyaga topshirdi, partiyaga ma'lum qilib turdi. Voy vuy. yuqori tuban bo'lishidan qat'iy nazar partiyaga munosabatlik masalalar to'g'risida o'zi qaror chiqarsa bo'lmaydi. Jiddiy ahvol bo'lib qilib o'zi qaror chiqarishga to'g'ri kelganda ishdan keyin partiya tashkilotiga tez ma'lum qilishi, tuzitishga buyurilsa aktiv ijro qilishi kerak. Har qanday a'zoning o'z beshimchilik qilishiga va o'zini partiyadan ustun qo'yishiga ruxsat qilinmaydi. 15-modda 8. Partiya yadrosi vazifa yoki chaqiriq e'lon qilgandan keyin partiya a'zolari norozi bo'lsa, bevosita tashkilot mas'uli yoki partiya yadrosiga fikrini yetkazishi oshkor o'tirg'i qo'ymasligi kerak. Partiya a'zolarining bergan fikr takliflari qabul qilinmagan bo'lsa, partiya a'zolari jon badaliga bo'lsa-mu uni ijro qilishi hamda o'z qarashida qolgan taqdirdami oshkor e'lon qilmasligi shart. 5-modda 9. A'zolar partiya yig'iniga qatnashib, o'z mas'uliyatini ado qilishi lozim. Partiyaning tashkiliy turmushiga qatnashmaydigan, partiya tanqidiy va nazoratini qabul qilmaydigan alohida partiya a'zosining bo'lishiga yo'l qo'yilmaydi. Partiya a'zolari har qanday ahvolda partiya yadrosi bilan aloqani uzib qo'ymasligi kerak. 16-modda partiya Uyushurun aloqa qilib turatamizlar, uyushurun partiya a'zolari
a'zolarining burchi. 16 modda 1. Sharqiy Turkiston Cumhuriyet Partiyasining a'zolari jon dil bilan fidokorlik ko'rsatishni sharaf deb bilib, Sharqiy Turkiston mustaqilligini asliga keltirish yo'lida umrvoyat kurash qiladi. Har qanday sabab bilan vatan uchun kurash qilishdan voz kechmaydi. 16 modda 2. Sharqiy Turkiston Cumhuriyet Partiyasining a'zolari partiya xizmati jarayonida xususiy manfaat va imtiyozni ko'zlamasligi, o'zlarining siyosiy faoliyatlarini talab bo'yicha qarorlik doklad qilib turishi, i'onalarini partiyaning bir tutash bir taraf qilishiga havola qilishi kerak. 16 modda 3. Ko'k osmon, oy, yulduzliq Sharqiy Turkiston davlat bayrog'i va davlat kirbi, Sharqiy Turkistonning simvoli va namoyandasi, partiyaning har darajalik tashkilotlari va har bir partiya a'zosi Cumhuriyet belgisi va Cumhuriyet bayrog'ining izzat hurmatini qo'g'daydi. Cumhuriyet belgisi va Cumhuriyet bayrog'ini belgilama bo'yicha ishlatadi. 16 modda 4. Munosabat iqtidorini yaxshilab, o'z-o'zini tanqid qila oladigan ruhni o'zlashtirib, partiya ichidagi masalalarni partiya ichida bartaraf qiladi. Boshqa ko'z qarashdagi Sharqiy Turkistonliklar bilan zich munosabat bog'laydi. Siyosiy engini kuchaytirdi. Bir kun hayot yashashmi nomus bo'layotgan hayot mamotlik paytimizda yashayotganligimizni, mustaqillik uchun fidokorlik ko'rsatishni, tashkillanishning zarurligini, partiya tashabbuslarini aynan Ruqayya Turdish xonimning gaplariga aynan o'xshaydi ekan. Men Ruqayya Turdish xonimning partiya a'zosi deb o'ylamaydim, lekin shu gaplarini anglab, deb turib qoldim. qiladi. Sharqiy Turkiston va partiya haqidagi fikr va talablarni vaqtida inkos qiladi. Aktivligi va iqtidor ko'rsatkichi yuqori a'zolarni tayanch tashkilotlarga va partiya yadrosiga tavsiya qiladi. 16 modda 5. Siyosiy eng kuchli vazifalarni aktivlik bilan ustiga ola oladigan, jafo oldida halovat orqali turadigan, nafsidan kechib g'oyasi uchun ishlab, jon jahli bilan har qachon qurbon berishni orzu qiladigan Sharqiy Turkiston jangchilaridan bo'lishga tayyor turadi. 4. Partiya intizomi. 17 modda. Vazifalarimizni o'rinlashning kapolati. Partiya intizomi, partiya Qandaq vazifalarni nima ishlarni qilyapsizlar? Amaliy nima ishlaringlar bor? Mushundaq partiyaniki bir narsani o'ginib yurib, kallanglar yuyilib ketib, qaltisiliqi, vatanparvar o't yuraklaringlar Xitoyni bulaydigan, bulangchilik keyingi shu videolarni qo'llab ham davomli chiqadi. Sudning hukmnomasi degandek shu xabar, shu Gollandiyadagi bir xabarni tarjima qilib, shuni bir video qilib ishlayman. Shundoq partiyaga kirsa qandoq bo'ladi? Men dedim, bu partiya a'zolari bo'lib kirib qolsanglar. Hey, bu Sharqiy Turkiston Cumhuriyetchilar Partiyasida hozirgacha qancha odamni balog'a tiqib bo'ldi. 5-6 bola bor, shu bulangchilik qilganlarniki oldi 5 yildan 6 yildan kesilib ketdi. Gerçi turmadan sirtida ijro qilayotgan bo'lsa-mu, ana shu putida elektronlik kisham bor. Doir maxsus shu cheklangan doir ichida harakat qila oladi. Bizlarniki o'ysizlar, bu ananiki bu irshod bor. Irshod elimizdagi namoyish jarayonidagi u botirligi deb botirlikni bak-bak tashviq qilib ketdik. Men uni ayrim bir video qilib ishlamoqchi. Videomniki temizimi shu tarixda o'tgan propaganda videolardagi qahramonliklar va bizning o'zimizning ichida hozir qahramon deb qattiq tashviq qilinayotganlar deb. Ershadinimizmi partiya a'zosi, qarsam partiyaniki kotibimi qoltisi shu faxrlanadiganligini so'zlab yozib ketibdi u yerda. Biz chet elga nima deb chiqdik, vatanga qaytsak turmaga kirib ketamiz deb chet elda erkin dunyoda yashaymiz deb chiqdik-ku. Erkin dunyoga Yevropaga berilib turmaga kirib olganimiz nimasi? Özün nabut qilganlik bo'lmamdi u. Bek ichim og'ridi shu bolalarga. Shu bolalar qutulib qolsa bo'ladi deb yozsam taxi Ershad inimizni qarlab ulguribsiz deb. Men qarlamadim, shu bola bir qutulib qolsin. Yana nurg'un vatansuvar yoshlar qutulib qolsin. Mushu partiyadan qutulib qolsin deb so'zlayapman, yozyapman. Mushundaq siyosiy o'rganishlar, uning ichidagi dabdablik gaplar bilan shundaqsizlar. Bütün vujudinglar bilan shu yilqi "Voy, Gongchandang zimlar" deb nim qilgan yoshlar bor-ku. Yilqi Xitoyningki 5 million yoshlar bor-ku. O'zligidan shundaq shu Jungo Kommunistik partiyasini qo'llaydigan, Xitoy vatanini so'yadigan yoshlar bor-ku. Boshni qo'shish hozir shu Sharqiy Turkiston Cumhuriyetchilar Partiyasiga shundaq oshiq, bütün shu vujudi bilan kirib ketgan kishilarningki burun qandaq odamdi, hozir qandaq odam bo'lib qopti. Burungi og'illari qandaqdi?
Hazır aşı ağılları, bunda dikkat kısım şu ağılları qandaq özgürüp ketipdi, yaxşı oylap bakыңlar. Bu Şərqi Türkistan Cumhuriyetçiler Partisi kirsə, Kommunistlar Partisi kirsə, g'alitilam özgürüp ketidi. Şundaq hiliqi ağındarçılıqlardan vaz keçip, cemaatning içideki bilib sabdaşlarını tep aldım deb o'zi ichi xushallab ziyon qildi. Amaliyotda undaq emas. O'ylanglar, mushu o'zinglar qilayotgan siyosiy yo'nalishlarni, mushlarni o'ylab anglab beqinglar. Qarindoshlarim, partiya a'zolari, menga har qancha o'sh bo'lsanglarmi, meni ko'rsanglar, tishlaringlar g'uchurlab ketgandek darajada bo'lib ketsanglarmi, o'zinglar bir o'ylab beqinglar, aql bilan o'ylab beqinglar, hissiyot bilan emas. Barlıq təşkilatları və barlıq əzaları rioya qilishi şart bo'lgan hərəkət qoidasi, partiyaning ittifoqligi və birligini qo'g'dab, vatan oldidagi vazifalarimizni o'rinlashning kafolati. Partiya a'zolari partiya intizomini o'z imoniy va hayotining ma'nisi ustida qattiq ijro qilishi va qo'g'dishi, o'zini partiya intizomi bilan ongliq tizginlab turishi shart. 18-modda partiyani idora qilishdagi muhim vosita o'tmishdan savob olish, intizom ijrosida qat'iy bo'lish, intizomga xiloflik qilganlarni jazman surishtirish, bir holatda yo'qotishda ching turib, xatolikning xarakteriga va qilmishining ig'ir yenikligiga qarab tanqid tarbiya berish va intizom jazosi berish kerak. Partiya intizomini, partiyani boshqarish, partiyani idora qilish degan o'xshagan Kommunist partiyasining ichidagi ishlarga muhim vositaga aylantirib, intizomga ig'ir darajada xiloflik qilgan partiya a'zolarini jazman partiyadan qo'g'lab chiqarish kerak. 19-modda partiya intizomining turlari. Partiya intizomi partiya yadrosi tarafidan tuziladi. Partiya tayanch tashkilot taftishlari tarafidan doklad qilinib, partiya yadro taftish hay'ati tarafidan ijro qilindi. Partiya intizomi tashkiliy intizom, tashviqot intizomi, xizmat intizomi, bexatarlik intizomi, moliya intizomini o'z ichiga oladi. 20-modda partiya mukofoti. Partiya yadrosi. 1. Partiya tashkiliy qurilmasini kuchaytirish, partiyani mukammallashtirishda tuhfa ko'rsatgan. 2. Partiya ideyasi va konkret harakat planini mukammallashtirgan. 3. Ko'rinarlik uyg'unish tashkillash xizmati olib borgan. 4. Partiyani moddiy ma'naviy jihatda qo'llab, Sharqi Turkiston mustaqil. Men partiya a'zosi bo'lib qolsam, meni hali mukofotlab boqarkan. Ayni chog'da men degan ovozni hozir ovozini tayyorlab qo'ysam degan to'qim. Meni partiya a'zosingiz kirsangiz bir emas, bir necha odam bo'lib kirasiz, kirsangiz yo'q kiram deb to'yish qilib, men aniq esimda bor. Meni partiyaga kirib, lekin meniki agash kuchlarim ko'p bo'lgandan keyin shu jiq bir muncha odamlarni partiyaga kirib ish bo'lmagan bir xeyli necha 10 ming dollar foyda qilib berar ekanman. Shu chog'da meni mukofotlarkan, mushu gaplardagi mukofotlash deganni o'ylab. Mukofotlash, jazolash degandek bir narsalarni yaxshi o'ylab beqinglar, va yaxshi anglanglar. Ko'rsatgan. 2. Partiya ideyasi va konkret harakat planini mukammallashtirgan. 3. Ko'rinarlik uyg'unish tashkillash xizmati olib borgan. 4. Partiyani moddiy ma'naviy jihatda qo'llab, Sharqi Turkiston mustaqilligiga amaliy xizmat qilgan. 5. O'zining moddiy va ma'naviy iqtidorini tez yuksaltirib, Sharqi Turkiston ishlariga tuhfa qo'shish iqtidorini oshirib, partiya obrazini kuchaytirganlarni tuhfa muayyanlashtirish, vazifasini o'stirish, partiyaning sharaf ordeni va medallarini berish, oxirida muajiratdagi Sharq Turkiston Cumhuriyeti hukumatiga mukofot berishga iltimos qilish orqali mukofotlaydi. 21-modda partiya jazosi. 1. Partiya yadro taftish hay'ati partiya ichidagi intizom masalalarini, a'zolarning yoki partiya tashkilotlarining mas'uliyatini partiya intizomi bo'yicha surishtirib, bartaraf qiladigan birdan-bir organ. Partiyam birdan-bir organ. Partiyam. Hay, Kommunist partiyasi. Partiya bosh taftishi partiya a'zosiga odatdagi intizom jazosi berishni bevosita qaror qilish huquqliq. Qoldirib sinash va partiyadan chiqarish jazosi. Partiya yadrosida 3dan 2 qismdan ortiq ovoz bilan qaror qilinishi shart. 2. Partiya ma'muriy ishxonasi va partiya tashkilotining kotiblari partiya tashkilotlarining aktivligiga va universal ko'rsatkichiga har faslda bir nomer qo'yadi. Aktivlik va iqtidor ko'rsatkichi yuqori a'zolar tayanch tashkilotlarga va partiya yadrosiga
Hey, vatanda lagerlarning ichida nomer qo'ydi. Lagerning sirtidagilarga nomer qo'ydi. Partiyaning ichida bir-biringlarga nomer qo'yib yuratamsizlar? tavsiya qilinadi. 3. Tayanch yoki tarmoq tashkilotlaridagi partiya taftish hay'ati intizomga xiloflik qilgan partiya a'zolari va partiya tashkilotlariga qaratgan fikrlarini pokitlik holda partiya taftishiga yo'llaydi. 4. Partiya yadro taftish hay'ati eng kechikkandimi 30 kun ichida yo'llanmani tekshirib tatbiqlab bir taraf qilish qarorini bildirdi. Partiya yadro taftish hay'ati intizomga xiloflik qilgan a'zolarga partiya intizomini odillik bilan tatbiqlaydi. Vazifasidan qoldirdi, ogohlantirish berdi. Ogohlantirish berilsa-mu tuzalmagan partiya a'zosini qattiq ogohlantirdi, qoldirib sinaydi va eng oxirida partiyadan qovlaydi. Mushadagi Yaponiyadagi bir xonimni partiyadan qo'g'lab ketganlar bular. Ananiki onunga bir qo'g'landi bo'lgan uqtirishnomasi. Shu vatandagi hujjatlar bor-ku, partiyaning hujjatlari. Shunga o'xshash. Uni keyingi videomda aynan ko'rsatib sizlarga video shu qo'g'landi bo'lgan qo'g'lanishniki bir isbotlar sifatida yana bir so'zlayman. 22. madda vazifasidan qoldirish va ogohlantirish. 1. O'rinsiz sabablar bilan uda 3 oygacha partiya bilan aloqasini uzgan. Aloqanglarni uzib letinglar bo'ldi. Partiya a'zolari o'zinglarning hayotini yashanglar. O'zinglarniki normal hayotiga, normal psixikalik holinglarga, o'zinglarniki haqiqiy o'zinglarni tepinglar. Va butun aloqani uziblam. Shu qanday o'zinglarni shu partiyaga kirib, ular bilan so'zlashish, paranglashish jarayonida endi bir shaxsiy mafiyat ekanlarni bu Najmiddin Sherif mashina qiladi, vatanda mashina qiladi, yosh bolalarni o'choqlarda shu dinga vatanimizda yoshlar shunaqaylik din o'rganish istiki shundoq yuqorida oshaq bo'lganligidan shu yoshlarni nima qilish jarayonida yoshlarniki mafiyatliklarini ilib, ularniki tahdidlar bilan vatandagi shunaqa ishlar bor buniki. Men buni shu isbotliq so'zlayman sizlarga. Shunga o'xshash hozir partiyaga kirgan bo'lsanglar, u bir narsani deb sotdi ekanman, bunda bir narsani deb sotdi ekanman deb hech nima bo'lmaydi, qo'rqmanglar. Yüzüm düşüp ketemu degandek bir narsalarni o'ylamanglar, partiyadan chiqib ketib, navoda bir narsani oshkorlayotsa, buni oshkorlayotsa degandek uni tekrardan nima qilmanglar. Buni hamda men eng oxirgi videomda so'zlayman deb o'yladim. Men hozir bunda qisqa deb berib turay, lekin men yana shu tayyorlab qo'ygan o'ylaganlarimni tafsiliy deb beraman, qanday qilish kerakligi to'g'risida. Partiyaga kirib qolgan partiya a'zolari. Bana uchur yo'llagan har qaysi dunyoning har qaysi joylaridagi u yerdan bu yerdan yo'llagan partiya a'zolari sizlarga rahmat. Balkim sizlarniki maqsadinglar ya bir yiqilishib boqay, shu guli maqsad bilan paranglashib boqay, nima ishlar bor deb bunda aytib so'zlashgan bo'lishinglar mumkin. Ba'zilaringlarga ishondim, ba'zilaringlarga faqat ishonmadim. O'zra nima bo'lsa ochiq oshkora deganim yaxshi. Bana uchur yo'llaganlarga rahmat, shu materiallarni ta'minlaganlarga rahmat. Tushunganlarga rahmat. Haqiqiy bir normal erkin hayot turmushinglarga qaytib bir shunaqa vatan xizmat uchun qilaman desanglar qiladigan ishlar nurg'un. Mana o'xshash bundaq tosh yo'rpisini ichib yurmanglar. Tosh yo'rpisini bir qatim o'zim hikoya qilib so'zlab bersam, o'zingiz tosh yo'rpisi bunda deb tikandiq, mana hamsa deb. Najmiddin Sherifniki og'zidan aynan ovozidan tosh yo'rpisi hikoyasini bir so'z shu video qilib chiqargan. Uni shu videomniki oxirgi o'rinishi qilib yo'llab qo'yman. Bugünkisi bir saatlik tünügün ilişkilerden yarım saatten so'zlayotgan. Bugünkisi bir saatlik yana birdan siyosiy o'rganish qilaylik. 2. Partiyaning tashkiliy turmushiga qatnashmagan yoki a'zolik badali topshirmagan. 3. Jiddiy ahvolda aloqa qilg'ili bo'lmagan, vazifa olgan a'zolardan partiya taqsim qilgan xizmatni ishlamagan, xizmat doklati topshirmagan. 4. Partiya xizmatini eng muhim o'ringa qo'yib doklat topshiryapsizlar. Shundoq bir partiyaga bog'lanib qoldinglar, vatandagi kommunist partiyasini qutulib, chet eldagi buni yeni bir partiyaga tutildinglar. Ay bechoralar. aktiv pozitsiya tutolmagan, a'zo taraqqiy qildirish, munosabat tanqish masalalarida og'ir oqibat keltirib chiqargan. 5. A'zolik majburiyatini ado qilmagan, tashkiliy intizomga bo'ysunmagan, ushoq masalalarni cho'ngaytib, partiya a'zolari ichida surkilish paydo qilgan, o'z besimchilik bilan partiya nizomnomasi va o'rinlashtirishiga zid ish ilib borgan. 6. Partiyaning siyosiy obraziga, ommaviy asosiga, partiyaning inovatiga ta'sir yetkazgan a'zolarga ahvolining og'ir yenikligi
muddatsiga qarab vazifasidan qoldiriladi yoki ogohlantirish beriladi. 23 modda qattiq ogohlantirish. Birinchi, har qanday kishiga insoniy axloqqa va partiya nizomnomasiga xilof vositalar bilan muomala qilgan. Ikkinchi, axloqqa ziyonliq, ayni axloqqa xilof bo'lgan ashunday ishlar bilan shug'ullangan deb. Vacip meni qaltisıla etkensinler resimlerimni çıkarıp koyup durup, ma videolarımni hem bahirlep tılınla. Bu şu videolarını kastığa kirip izanla. Nimondak ahlaksız ekanligini men bütün dunyoga obdan ko'z tutib qo'yay partiya a'zolarininki. Mana bir qism partiya a'zolari bor-ku. Partiyaga kirishchi emasli bir odam bo'lib qoldi ekansizlar. Tanıyamay qoldi sanglarniki burunqi yaqin uzun yillik og'aynilaringlar tanıyamay qoladi. Boshqalarga asossiz bo'ktan qilgan partiyaning obrazi va ommaviy Ma'ning deb tuhmat qilsizlar. Maya o'zinglar uch yezib qo'yibsizlar tahi. Yo'q gaplarni tepib. At so'zlayman-chimi? Nimlarni dedinglar? asosini ziyon huquqlarda qattiq ogohlantirish. Birinchi, har qanday kishiga insoniy axloqqa va partiya nizomnomasiga xilof vositalar bilan muomala qilgan. İkinci, boshqalarga asossiz bo'ktan qilgan partiyaning obrazi va ommaviy asosini ziyon uchratgan. Tarkini qilasizlar-ku. Bo'ktan qilasizlar. Yo'q gaplarni tepib, axloqqa xilof bo'lgan gaplarni o'sha yozisizlar. Partiya a'zolari bir qismlari, Üçüncü, partiyaning maxfiyatligini oshkorlagan, boshqa davlat va ideyalarning manfaatini Sharq Turkiston manfaatidan ustun qo'ygan, partiya manfaatiga ziyon yetkazgan a'zolarga qattiq ogohlantirish berildi va surib ichida tuzatish talab qilinadi. 24-modda qoldirib sinash jazosi. Qattiq ogohlantirilgandan keyin xatoligini tuzatmagan a'zolarga qoldirib sinash jazosi beriladi. Partiyada qoldirib sinash vaqti eng uzoq bo'lganda 1 yildan eshib ketmasligi kerak. Partiya a'zosining partiyada qoldirib sinash mezgilida ovoz berish huquqi yana 1 yilgacha. Oshundoq sizlarga partiyadan chiqib ketish jarayonidami yoki bo'lmasa shu payin davomli odam tutib qoldi ekansizlarda albatta. Oyda 10 yevro, 20 yevrodan bo'lsa bir yilgacha tutib turadi, yana 1 yilgacha qarab. saylanish huquqi bo'lmaydi. Partiya a'zosi partiyada qoldirilib sinash mezgilida xatoligini haqiqatan tuzatgan bo'lsa, uning partiya a'zolik huquqi asliga keltiriladi. Tuzatmay xatoligini cho'ntirib olsa, partiyadan quvlanadi. 25-modda partiyadan quvlash. Partiyadan quvlash jazosi partiya ichidagi eng yuqori jazo. Partiya yadrosi partiya a'zosini partiyadan quvlashni qaror qilish yoki tasdiqlashda alohida material va fikrlar ustida atrofli muhokama yuritishi intayin ehtiyotchan pozitsiyada bo'lishi kerak. Partiyaning asosiy ideyasiga xilof so'z harakatlar bilan asossiz o'sak so'z tarqatgan, partiya yadrosining rahbarligiga bo'ysunmaganlarga ogohlantirish berilgandan keyinmi o'zgartmagan bo'lsa, partiyadan quvlash jazosi beriladi. 26-modda jazo qarori. Partiya tashkiloti partiya a'zosiga intizom jazosi berishni qaror qilishda paketni tekshirib aniqlashi lozim. Jazo qarorida asos qilingan paket materiallarini va jazo qarorini jazolanuvchiga ko'rsatib, uning ahvol to'g'risidagi izohlarini va o'zini aqlash fikrini anglashi kerak. Partiya a'zosiga beriladigan intizom jazosini shu a'zoga bevosita munosabatli tashkilotning umumiy yig'ini yerimdan ortiq ovoz bilan qaror qiladi. Intizom jazosi muzokara yig'inida ma'lum sabablar tufayli ovoz soni teng bo'lib qolsa, partiyaning bosh taftishining qarori kuchga ega bo'ladi. Partiya jazosi a'zolarning vazifasining ta'siriga uchramaydi. Alohida ahvolda partiya yadrosi yoki partiya taftish hay'ati partiya a'zosiga intizom jazosi berishni bevosita qaror qilish huquqli. 27-modda jazo tasdiqlash. Har darajalik tashkilotlarning a'zolari va kandidat a'zolariga beriladigan intizom jazosi Kommunistlar partiyasi
o'zidan bir daraja yuqori tashkilotning tekshirib tasdiqlashidan o'tkazilishi shart. Uning tayanch tashkilotning intizom mas'uli o'zi bilan teng darajalik partiya yig'iniga tasdiqlatib, partiya yadrosiga tizimga oldiradi. 28-modda arz. Har bir partiya a'zosi to'g'ri hal qilinmadi deb qaragan masalalarda partiya bosh taftishiga yoki yadro a'zolari yig'iniga arz sunib, yordam so'rash huquqli. Munosabatli partiya tashkilotlari arzni mas'uliyatchanlik bilan bartaraf qilishi yoki bostirib qo'ymay partiya yadrosiga tez yetkazib berish shart. Hatto fikrda va yo'lsiz talab tushuntirib olgan kishilarga tanqid tarbiya berish lozim. 29-modda partiya tashkilotining intizomi. Partiya tayanch yoki tarmoq tashkiloti partiya intizomini ijro qilishda mas'uliyatsizlik qilsa, surish qilinishi shart. 30-modda partiya tashkilotini jazolash. Partiya intizomiga ig'ir darajada xiloflik qilgan ham kollektiv mas'ul ko'rilgan partiya tashkilotlarini o'zidan bir daraja yuqori tashkilot tekshirib aniqlandan keyin ahvolning ig'irlik darajasiga qarab shu tashkilotni o'zgartirib tashkillash yoki tartibli to'g'risida qaror chiqaradi. Hamda partiya yadrosining tekshirib tasdiqlashdan o'tkazgandan keyin rasmiy e'lon qilib ijro qiladi. 31-modda masalalarni doklad qilish. A'zolar, istixborot xodimlari, taftish hayatlari navada partiya a'zolari yoki partiya tashkilotlarida masala deb qaralsa, o'z qarashini o'tirib qo'yishdan burun tekshirib dalillashi, ondan taftish hayatiga doklad qilishi. Partiya sirtida so'zlab yurmasligi kerak. 5-javob. Tamam. Bu başka partiyalarda bağlı olurken. Ahırkı söz 32-modda Şərqi Türkistan Cumhuriyetçiler Partiyası a'zolari cho'qim iqtidarı mustahkam. Ahırkı sözünü normal suratda qo'yay. Teziltib etib qo'ydim. Ko'pchilik shu bizniki shunday yaxshi leksiyalarimiz bor-ku, boshqa narsalarnikimi? Oops, sorry. Shunda yaxshi leksiyalar bor boshqa kanallarda. Shuni anlamoqchi bo'lsanglar, vaqtinglar yo'q bo'lsa, qanday qilasizlar desanglar, YouTube'ni ochgandan keyin mana shu telefonlardachu ekranning yuzini cheksanglar, bunda bir chiliq chaqning belgisi bor. Aşağıdan bassanglar normal degan xat bor-ku. Ma videoniki suratini bunda 2 hassigacha tizib ko'gil bo'ldi. Shunga ba'zida shundaq shu 1 soatlik yaxshi leksiyalarni ishtiqtiblar markaz o'tkazib o'tmay, faqat ishtiqtiblar o 1 saatlikni yarım saatlam ko'rib olasizlar. Ma meningki oldingi yarım saatlik videolarimni onun 15 minutlam ko'rib olasizlar. Ko'pchilikniki o'tkazib o'tmay ko'rib beqishini, boshdan oxir anglashini ümid qilaman. Ashundaq ishtiqib deb ko'rsanglarmi, bir anglab beqishinglarni tavsiya qilaman. Mani oxirgi so'z qatorida biroz qo'yib, andan keyin bugungisini oxirlashtiraylik, taxminan 1 soat atrofida deb. Hozir keltirishdagi eng muhim oxirgi so'z kechiringlar. Yo'q deb qo'ydim. Munosabatli partiya tashkilotlari arzni mas'uliyatchanlik bilan bartaraf qilishi yoki bostirib qo'ymay partiya yadrosiga tez yetkazib berish shart. Hatto fikrda va yo'lsiz talab tushuntirib olgan kishilarga tanqid tarbiya berish lozim. 29-modda partiya tashkilotining intizomi. Partiya tayanch yoki tarmoq tashkiloti partiya intizomini ijro qilishda mas'uliyatsizlik qilsa, surish qilinishi shart. 30-modda partiya tashkilotini jazolash. Partiya intizomiga ig'ir darajada xiloflik qilgan ham kollektiv mas'ul ko'rilgan partiya tashkilotlarini o'zidan bir daraja yuqori tashkilot tekshirib aniqlandan keyin ahvolning ig'irlik darajasiga qarab shu tashkilotni o'zgartirib tasdiqlash yoki farqlanishni bizning siyosiy hayotdagi eng yuqori natijani yorita olamiz. Hukumatimizning 1948 yilda e'lon qilingan bir necha huquq taqsimoti bo'lgan tushunchani cho'nqirlashtirish maqsadida bo'ldi. Oxirgi so'zni shu keyingi videolarda davom qo'yib, bugun shunchalik bo'lsin, vaqt munosabati bilan ishni oxirlashtiray. Taxminan 1 soat 2 minut atrofida bo'ldi. Ko'pchilikniki YouTube kanaliga a'zo bo'lib, qo'ng'iroqni chiqib qo'yishinglarni tavsiya qilaman qayta. Yana davomliq partiyaniki siyosiy o'rganishlarini shundoq aynan o'tirib qo'yib, ovozi qismatlar bilan bundan boshqa yana siyosiy o'rganishning ichidagi gaplarini anglab beqinglar. U ovozlarni o'tirib qo'yman. Hatta şu partiyadan qo'g'lanib bo'lgan kishilarniki bir qism materiallarini, ya'ni agar ismini o'chirib etib, qolgan shu partiyaniki bundoq butun nimsini qo'g'landi, uqtirishlarini o'tirg'i chiqarib, haqiqiy partiyani tushuninglar deb yana so'zlashtirim yana davomli bo'ladi. Atlikka alohida yana 1 soatlik ati yakshanba bo'lgandan keyin o'xshash vaqtda atsa degan soat 10-20 atrofida. O yerimga to'g'rildim bu deyman keyingi qitimliq videoni. Atlikka undaq erkin bir parang qilib, shu inkaslarga qarab, inkaslarga javob berib, bir video qilmoqchi. At o'xshash vaqtda ko'rishaylik. Hammalar omon bo'linglar, shanba yaxshi o'tkazinglar. Alloh emanet.